Arab tilida o'z zotida yagona bo'lgan narsalar muannas hisoblanadi deb o'tganmiz. Shuning uchun ham shams, ya'ni quyosh muannas deymiz. Unda nima uchun qamar so'zi muannas emas? Bu savolga javobni albatta topaman. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hammaga arab tilida muannas va muzakkar mavzusi to'g'ri eshitilishidan oddiy mavzu-yu, shuni ham olib chiqadim deyishlar mumkin, lekin ishontirib aytaman, bu mavzuda siz bilmagan joylar bor. Aslida arab tilida barcha so'zlar muzakkar bo'ladi. Ulardan ayrimlari muannas hisoblanadi. Ya'ni umumiy so'zlar, asl so'zlar arab tilida muzakkar, ulardan qaysi birlari ham muannas bo'ladi. Ularni bilib olishlik uchun biz ularni alomatlarini bilishimiz kerak. Alomat deganda belgini tushunamiz. Birinchi belgi va eng mashhur belgisi bu ta marbuta. Biror bir so'zda ta marbuta bo'ladigan bo'lsa, u muannas hisoblanadi. Jamilatun kabiratun Fatimatun misol uchun qiz bolaning ismi. Endi jamilun kabirun degandan keyin ta marbutani olib tashladim, bu so'zlardan muzakkar bo'lib qoladi. Lekin bundan erkaklarning ismlari, misol uchun Hamzatu so'zi, e'tibor beringlar, ta marbutaga tugayapti, lekin u so'zimiz muannas bo'lib qolmaydi. Nega muannas bo'lmaydi? Chunki u erkakning ismi, o'g'il bolaning ismi, ya'ni u o'g'il bolaga tegishli gap, u o'g'il bola muannas bo'lib qolmaydi. Ikkinchi alomati bu ayollarning o'zlari. Ayollarning o'zlari mantiqan qarasak, ayollarning o'zlari bu muannas hisoblanadi. Ayollar, ya'ni ularda tamarbuti bo'lmasa ham, biror bir belgi bo'lmasa ham ismlarida muannas bo'lib ketaveradi. Misol uchun Zaynabu, Maryamu deganimizda Maryam, Zaynab so'zlarida tamarbuti yo'q, boshqa belgilar ham yo'q. Shuning uchun ayollar bo'lganligi uchun bu mantiqan olib qarasak muannas bo'ladi. Va ikkinchi alomati alif mamduda deyiladi. Alif mamduda degani alif mad va undan so'ng hamzaga tugayotgan so'zlar bo'ladi. Misol uchun hasna'u, habla'u, hamro'u degan so'zlarimizga e'tibor beringlar. A u ga tugayapti. Mana shu so'zlarimiz ham muannas hisoblanadi. Galdagi alomatimiz alif maqsura hisoblanadi. Alif maqsuraga tugagan so'zlarimiz muannas hisoblanadi. Lekin mana shu alif maqsura so'zni tarkibidan tashqarida muannaslikni alomatini bildirib kelgan harf bo'lishligi kerak. Buni nimani tushunamiz? Misol uchun mustashfa so'ziga e'tibor beramiz. Oxirida alif maqsuraga tugayapti, lekin bu so'zimiz muannas bo'lib qolmaydi. Nega desanglar, bu shifa so'zidan olingan. Shifa so'zining tarkibida alif maqsurasi bor. Alif maqsurasi o'zini tarkibida bo'lgan so'zlar oxirida bular muannas bo'lib qolmaydi. Обязательно alif maqsura oxirida muannaslikni alomati bo'lib kelgan bo'lishlik kerak. Ketyapti? Va istisno so'zlar ham bor. Istisno so'zlar deganda nimani tushunamiz? Quyosh so'ziga e'tibor beringlar. Shamsun deganimizda na ta marbutasi bor, na alif maqsurasi, na alif mamdudasi va u ayol kishi ham emas. Nima uchun shamsun muannas bo'ladi degan savollar bo'ladi. Bular istisno so'zlar deyiladi. Arablar muannas jinsida bularga muomala qilingan, arablarning muomalasida iste'molda shunday bo'lgan. Shu kabi bi'run so'zi ham misol uchun bu ham muannas hisoblanadi. Oxirida hech qanday ta marbutasi bo'lmasa ham. Va ham muannas ham muzakkar so'zlar ham bor. Misol uchun suqun ba'zida muannas, ba'zida muzakkar bo'lib keladi yoki bo'lmasam ka'sun so'zini olaylik. Ka'sun ham muannas ham bo'lishi mumkin, muzakkar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu istisno so'zlar ham muannas ham muzakkar bo'ladi. Nimaga desanglar, arablar shunday muomala qilishgan. Endi bizga ba'zi bir kitoblarda zotida, jinsida yagona bo'lgan jismlar, oy, quyosh, misol uchun shunday jismlar muannas hisoblanadi deb aytib o'rgatishgan. Lekin bu qanchalik to'g'ri? Bu narsani arab kitoblarida ham ko'rmadim, ulamolarda ham bu narsada ko'p ixtilof ham qilishmagan. Nima uchun bizga bunday o'rgatishdi? Agarda shunday bo'lganda, jinsda bitta, zotida bitta bo'lgan mavjudotlar yoki bo'lmasa mahluqotlar deylik, muannas bo'lganida oy ham muannas bo'lishi kerak, chunki oy ham bitta bizada.
qamarun muzakkar, shamsun esa muannas. Ko'rasizlarmi? Demak, bu qoidamiz zotida bitta bo'lishi kerak degan qoidamiz unchalik ham to'g'ri emas. Qanday qilib yodlab olamiz muannas va muzakkar degan savolni? Buni faqatgina ko'proq kitob o'qib, ko'proq praktika qilib, ko'proq eshitib, shunday qilib ajratib olamiz. Bundan tashqari boshqa tushunchalarimiz ham bor. Muannas majaziy va muannas haqiqiy degan tushunchalarimiz bor. Bu tushunchalarimizni keyingi videolarimizda albatta yoritib o'tamiz. Bizni kutib qoling va podpiska tugmachasini bosib qo'yinglar, chunki bizning videomiz sizlarga yetib bormasligi mumkin. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like sizlardan aylansin.